Allohim eganni jannatidagi huri g'ilmon deydi. Huri qizlarni bittasini olib turib, tarozi ikkinchi pallasiga qo'ysa, hur qiz og'irlik qilar ekan tarozida. Allohimma jannatida yaratilgan huri g'ilmon bir donasi bu dunyodagi eng go'zal ayol qizlarni tarozi ikkinchi pallasiga yig'ib to'plab hammasini, bittasi ham qolib ketishi kerak emas, hammasini tarozi ikkinchi pallasiga qo'ysa, tarozida Allohimma jannatini huri g'ilmonini bir donasi og'ir kelar ekan. Solih iymonlik erini duosini olib, eriga xiyonat qilmay, eriga sadoqatli bo'lib, namozlarida erini haqqiga duo qilib, solih soliha farzandlarga Allohni tanitib, payg'ambarimizni tanitib, harom bilan halolni farqiga borishni o'rgatgan soliha iymonli ayolni bitta ko'zini olib turib, o'zini emas, ko'zini olib turib, tarozni bir pallasiga qo'ysa, Allohimni jannatdagi hamma huri g'ilmon qizlarni yig'ib to'plab, jamlab, taxlab, tarozni ikkinchi pallasiga qo'ysa, erini duosini olib, bu dunyodan o'tgan soliha iymonli ayolni ko'zi tarozida og'ir kelar ekan azizlar.